Assalamu alaykum. Farabi 4 dərsxanasının hörmətli görmənləri, müşvaxtanlar xeyirlik olsun. Bugün hazırlık zaman Uyğur dil dərsimizdən əlifba dərs ötümüz. Ötən saatlik dərsimizdə fe'linin özək şəkilləri, fe'linin özək şəkillərinin türləri, fe'linin dərəcə kateqoriyası və fe'linin buluşluq, buluşsuzluq kateqoriyasını görüb çıxandıq. Bugünkü dərsimiz bolsa bağlamçı fe'llər və fe'llərinin yazılışını görüb çıxımız və bugünkü dərsimiz fe'l söz türkümünün ən axırkı bölümü. Dersimizge başlaştığım burun ötken saatlik dersimizin ahır sorap ötken tüvenlik sualımızga kısık cevap verip öteyli. Uyghur tillik fe'llarning derece kategoriyasi qaysi turlarga ayrıladi? Bu savolning javobi Uyghur tilidagi fe'llarning derece kategoriyasi asl daraja, majhul daraja, özlük daraja, mecburi daraja ve ömlük darajadan ibaret 5 dereceye ayrıldı. Əmdi bugünkü dərsimiz gəlsək, bugünkü dərsimizdə ən əvvəl bağlamçı fe'llər haqqında toxtalıb ötümüz. Ondaqda bağlamçı fe'llər degan nima? Bağlamçı fe'llər deganimiz turg'un so'z yoki fe'llarning turg'un so'z shakllari bilan birikib, xabar vazifasini o'rtaq ustiga oladigan fe'llarni bağlamçı fe'llar deymiz. Uyg'ur tilidagi fe'llarning bir turi bo'lgan bağlamçılarning muhim bir roli shuki, ular ism, sifat, san, miqdor bo'libmi, san miqdor birikmasi reviş ve almaşını ibaret turg'un so'zlar bilan birikib, ularning o'rtaq morfologik shakllari bo'lgan turg'un so'z bağlamçı qurilmalarini hosil qiladi. Bağlamçılar bilan birikib, turg'un so'z bağlamçı qurilmalarini hosil qilish o'z navbatida yana turg'un so'zlarning eng muhim o'rtaq morfologik xususiyati bo'lib hisoblanadi. Bağlamçı fe'llar o'zining leksikalik ma'nolarini yo'qotib, turg'un so'zlar bilan birga yangi grammatikalik ma'nolarni ifodalaydigan yoki tarixiy taraqqiyot davomida faqat hukm ma'nosi qolgan fe'llardir. Əmdi bağlamçılarning turlari haqida to'xtalib o'tsak, bağlamçılar o'z ichidan to'liq bağlamçılar və to'liqsiz bağlamçılar degandek ikki turga ayrıladi. To'liq bağlamçılar deganimiz turg'un so'zlar bilan birikib, ularni fe'lga xos grammatikalik kategoriyalar bilan to'liq bog'lanish imkoniyatiga ega qiladigan morfologik qurilmalarni hosil qiladi. Uyg'ur tilidagi to'liq bağlamçılar asosan bo'l, qil, tur, kel, chiq, ko'r, hesapla, hesaplan qatorliqlardan iborat. To'liqsiz bağlamçılar deganimizda turg'un so'zlar bilan yoki fe'llarning turg'un so'z shakllari bilan birikib, ism xarakterlik xabar hosil qilib, hukmni bildiradigan fe'llarni ko'rsatadi. Uyg'ur tilidagi to'liqsiz bağlamçılarga dur, ya'ni dur, tur, tek, tek, iken yoki kan, imish yoki mish, idi qatorliqlar to'liqsiz bağlamçılarga kiradi. Endi bularning ichidan eng ko'p qo'llaniladigan to'liq bağlamçılar va to'liqsiz bağlamçılarni tafsiliy ko'rib chiqsak, en köp kullanılan to'liq bağlamçılar bol ve qildan ibaret. Bunun için bolga misal alsak, hazır bar o'quvchi 250, keyin o'quvchi kelsa 400 boludu. Yani bu yerdeki bol to'liq bağlamçı hesaplanıdı ve bu cümleden haber bolsa 400 boludu. Yani bu yerdeki bol bolsa to'liq bağlamçı hesaplanıdı. Yazılgan makale 15 parça bolupdu. Yani bu yerdeki bol o'xshashlar to'liq bağlamçı hesaplanıdı. Kambag'al bol, kichik bol, kim bol, açıq bol qatarlıq müşxil birikmələrimizdəki bol bolsa to'liq bağlamçılar hesaplandı və bular cümlədə gələn vaqtda kambag'al bol, kichik bol, kim bol, açıq bol şəkli bolsa cümlənin xəbəri hesaplanıdı. Məğlub bol, peyda bol, dəbsəndi bol, hasıl bol, biçit bol, tarmaq bol, gumran bol, berbat bol, mubtila bol, həl bol, paş bol, halak bol, bir taraf bol qatarlıq müşxil qurilmalarni bolsa qo'shim fe'l hisoblashga bo'ladi. Endi qil degan to'liq bağlamchini ko'rib chiqsak, oshni buzib umash qildi, nonni buzib ko'mash qildi. Ya'ni bu yerdagi qil degan to'liq bağlamchi umash va ko'mash degan shu ismlar bilan birikib jumlaning xabari bo'lib kelgan. Qor yig'ib hamma yerni oppoq qilibatdi. Bu jumlaning xabari o'xshashlar oppoq qilibatdi. Ya'ni bu yerdagi qil fe'li bo'lsa to'liq bağlamchi hisoblanadi. Mag'lub qil, paydo qil, dəbsəndi qil, hasıl qil, biçit qil, tarmar qil, gum qil, berbat qil, mubtila qil, həl qil, paş qil, halak qil, bir tərəf qil degənə oxşaş, müşxil qurilmalarına oxşaşlar qo'shim fe'l hisoblashga bo'ladi. Endi eng ko'p qo'llaniladigan to'liqsiz bağlamçılarni ko'rib chiqsak, eng ko'p qo'llaniladigan to'liqsiz bağlamçılardan dur, tur va idi qatorliqlar bor. Dur tur bolsa turg'un so'zlarga qo'shilib hukmlik ma'nosini kuchaytirish rolini o'ynaydi. Adabiy va siyosiy asarlarda ko'proq qo'llanildi. Masalan, ittifoqliq kuchdir. Ya'ni bu yerdagi ittifoqliq kuch degan qaraganda tur to'liqsiz bağlamchisi qo'shilgandan keyin bu yerdagi hukmlik ma'nosi, ya'ni jumlaning hukmlik ma'nosi texmi kuchaydi.
Bilim aqlning chiriqidir. Bu yerda o'xshashla bilim aqlning chiriqi degan qaraganda bilim aqlning chiriqidir degan vaqtda bu yerdagi hukmlik ma'nosi, ya'ni jumlaning hukmlik ma'nosi texmi kuchaygan hisoblanadi. Әмді идея толықсыз bağlamçısını көріп çıksak, bu bağlamçı nəhayət ünümlük bolğan bağlamçı bolup, turğun sözlər yoki fe'illarning turğun söz şəkilləri bilan berkidu. Məsələn, o bək yaxşı bala idi, bu yerdəki idea to'liqsiz bağlamçısı bala degan ism bilan berkib kelgan. Bu kitob mendami bar idi, bu yerdəki bar degan sifat bilan berkib kelgan. Ahmad bu shaharga yangi kelgan idi, bu yerdəki kelgan bo'lsa, fe'illarning turg'un so'z shakllaridan sifatlash hisoblanadi va idi degan to'liqsiz bağlamçı bilan berkib xabar vazifasi kelgan. Bağlamçı fe'illarni ko'rib chiqdik. Endi bugungi darsimizning ikkinchi mazmuni bo'lgan fe'illarning yasalishini ko'rib chiqamiz. Fe'illarning yasalishi ikki xil bo'ladi. Birinchisi fe'illarning sintetik usulda, ya'ni qo'shimchalar orqali yasalishi. Undaq fe'illar qaysi xil qo'shimchalar orqali yasaladi? Birinchisi la qo'shimchasi. Bu nihoyat unumli qo'shimcha bo'lib, ism va sifatlardan ham ko'p bo'g'imliq tahdid so'zlardan fe'il yasaydi. İsimlardan yasalgan fe'illarni ko'rib chiqsak, o'rinla, ishla, arzula, tashla, so'zlar qatorliq mushkil fe'illar ismlardan yasalgan. Sifatlardan bo'lsa, yamanla, kiyinla, uzunla, tuzla, qarila, mushlarning hammasi sifatlardan yasalgan fe'illar hisoblanadi. Tahlil so'zlardan bo'lsa, jarangla, hildirla, guldirla qatorliq mushkil fe'illar yasaladi. İkincisi lash qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ism, sifat va sonlar qo'shilib fe'il yasaydi. Bunun ichidan ismlardan yasalgan fe'illarni ko'rib chiqsak, makonlash, va'dalash, sanoatlash, yuzlash qatorliq mushkil fe'illar ismlardan yasalgan fe'illar hisoblanadi. Sifatlardan bo'lsa, izchillash, qiyinlash, yaxshilash, go'zallash qatorliq mushkil fe'illar sifatlardan yasalgan. Sonlardan bo'lsa, birlash, ya'ni bu yerdagi lashlash qo'shimchasi qo'shilishi orqali ism, sifat va sonlardan fe'illar yasalgan. Uchinchisi lan qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ism, sifat va sonlardan fe'il yasaydi. Buning uchun ismlarni yasalgan fe'illarni ko'rib chiqsak, qurollan, umidlan, jonlan, gullan, kuchlan, nurlan qatorliqlar ismlarni yasalgan fe'illar hisoblanadi. Sifatlarni yasalgan fe'illarni ko'rib chiqsak, mag'dursizlan, umidsizlan, yaxshilan qatorliq mushkil fe'illar bo'lsa, sifatlardan yasalgan fe'illar kirdi. Sonlardan bo'lsa, ikkilan qatorliq mushkil fe'illar yasaladi, ya'ni ism, sifat va sonlarga landan qo'shimchasi qo'shish orqali mushkil fe'illar yasaladi. To'rtinchi qo'shimcha bo'lsa, a qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ism va sifatlarga qo'shish orqali fe'il yasaydi. Ismlardan bo'lsa, xona, sana qatorliq fe'illar yasaladi. Sifatlardan bo'lsa, bo'sha, yasha, tuza qatorliq mushkil fe'illar yasaladi. Beshinchi qo'shimcha bo'lsa, ki, ay qo'shimchasi. Bu qo'shimcha sifatlarga qo'shilib fe'il yasaydi. Masalan, qaray, azay, ko'pay, kuchay, kemay, kengay qatorliq mushkil fe'illar yasaladi. Oltinchi qo'shimcha bo'lsa, ar qo'shimchasi. Bu qo'shimcha sifatlardan va ba'zi ismlardan fe'il yasaydi. Masalan, qisqar, qayg'ur, oqar, yashar, ko'kar qatorliq fe'illar yasaldi. Yettinchi qo'shimcha bo'lsa, tada qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ismlardan va ba'zi sifatlardan fe'il yasaydi. Ismlardan bo'lsa, o'rda, shamolda, harda qatorliq fe'illar yasaldi. Sifatlardan bo'lsa, ho'lda, namda, qista qatorliq mushkil fe'illar yasaladi. 8-ci qo'shimcha bo'lsa, sira qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ismlardan fe'il yasaydi. Masalan, pansira, suvsira, olsira, xaybsira qatorliq mushkil fe'illar yasaladi. 9-ci qo'shimcha bo'lsa, angira qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ismlardan fe'il yasaydi. Masalan, yashang'ira, asangira qatorliq fe'illar yasaladi. 10-ci qo'shimcha bo'lsa, dash qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ismdan fe'il yasaydi. Masalan, mung degan ismga dash qo'shimchasini qo'shish orqali mungdash degan fe'il yasalgan. 11-ci qo'shimcha bo'lsa, qar, gar, qur qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ism va almashlardan fe'il yasaydi. Masalan, sug'ar, anqar, o'zgar, boshqur qatorliq mushkil fe'illar yasaladi. 12-ci qo'shimcha bo'lsa, qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ism va sifatdan fe'il yasaydi. Masalan, bay degan sifatga qo'shimchasini qo'shish orqali bi degan fe'il yasalgan. Tinchi, li qatorliq mushkil fe'illarmi ism va sifatlardan qo'shimchasini qo'shish orqali yasalgan. 13-ci qo'shimcha bo'lsa, o'q, iq,
ilk qo'shimchasi bu qo'shimcha ism va ravishlardan ham bir qism sifat va sonlardan fe'l yasaydi. Masalan, yo'luq, ishchik, kichik, birik, jimiq qatorliq mushkul fe'llar o'q, iq qatorliq qo'shimchalarni yasalgan. 14-ci qo'shimcha bo'lsa, sit qo'shimchasi bu qo'shimcha sifatdan fe'l yasaydi. Masalan, tangsit, kamsit qatorliq fe'llar sit qo'shimchasining sifatlarga qo'shilishidan yasalgan. 15-ci qo'shimcha bo'lsa, sin qo'shimchasi bu qo'shimcha sifatdan fe'l yasaydi. Masalan, g'erib degan sifatga sin qo'shimchasini qo'shish orqali g'eribsin degan fe'l yasalgan. 16-ci qo'shimcha bo'lsa, qil qo'shimchasi bu qo'shimcha sifatdan fe'l yasaydi. Masalan, ching degan sifatga qil qo'shimchasini qo'shish orqali chinqil degan fe'l yasalgan. 17-ci qo'shimcha bo'lsa, na qo'shimchasi bu qo'shimcha sifatdan fe'l yasaydi. Masalan, yosh degan sifatga na qo'shimchasini qo'shish orqali yoshna degan fe'l yasalgan. 18-ci qo'shimcha bo'lsa, sha qo'shimchasi bu qo'shimcha sifatdan fe'l yasaydi. Masalan, o'ng degan sifatga sha qo'shimchasini qo'shish orqali o'ngsha, tang degan sifatga sha qo'shimchasini qo'shish orqali tangsha degan fe'l yasalgan. 19-ci qo'shimcha bo'lsa, ja qo'shimchasi bu qo'shimcha ismdan fe'l yasaydi. Masalan, yolqin degan ismga ja qo'shimchasini qo'shish orqali yolqinja degan fe'l yasalgan. 20-ci qo'shimcha bo'lsa, ilda, ilda, ulda, ulda qo'shimchasi bu qo'shimcha uzuk tovush bilan oxirlashgan bir bo'g'imliq sezim tahlidlardan fe'l yasaydi. Masalan, chingilda, lepilda, fushulda, gurilda qatorliq mishadiki ching, lap, fush, gur degan sezim tahlidlariga mush qo'shimchalarning qo'shilishi orqali mushkil fe'llar yasalgan. 21-ci qo'shimcha bo'lsa, qira, kira, kira qo'shimchasi bu qo'shimcha tahlid bir bo'g'imliq ovoz, holat, obraz tahlidlardan fe'l yasaydi. Masalan, sharqira, parqira, gurkira, ko'rkira qatorliq mushkil fe'llar bo'lsa, shar, par, gur, ko'r qatorliq tahlidlarga qira, kira, kira qo'shimchalarining qo'shish orqali fe'llar yasalgan. 22-ci qo'shimcha bo'lsa, ra qo'shimchasi. Bu qo'shimcha so'ziq tovush bilan yoki ng tovush bilan oxirlashgan bir bo'g'imliq ovoz tahlidlaridan va bir qism holat obraz tahlidlaridan fe'l yasaydi. Masalan, hongra, mara, mo'ra, yaltira qatorliq mishadiki hong, ma, mö, yalt qatorliq tahlid so'zlarga ra qo'shimchalarining qo'shish orqali fe'llar yasalgan. 23-ci qo'shimcha bo'lsa, shi qo'shimchasi. Bu qo'shimcha tahlid so'zlarga qo'shilib fe'l yasaydi. Masalan, g'ingshi, havshi, lingshi qatorliq mushkil fe'llar g'ing, hav, ling qatorliq tahlid so'zlarga shi qo'shimchasining qo'shish orqali yasalgan. 24-ci qo'shimcha bo'lsa, qa, irqa qo'shimchasi. Bu qo'shimcha sifatlarga qo'shilib fe'l yasaydi. Masalan, chinqa, yitirqa, ichirqa qatorliq mushkil fe'llar bo'lsa, ching, yat, och qatorliq sifatlarga qa, irqa qo'shimchalarini qo'shish orqali yasalgan. 25-ci qo'shimcha shtur, ishtur qo'shimchasi. Bu qo'shimcha ba'zi fe'llar qo'shilib, shu fe'l ifodalagan harakatni aplab-saplab o'rinlash, qo'lning uchida ishlash, takrorlab ma'lum darajaga yetkazish ma'nolarini bildirgan fe'llarni yasaydi. Masalan, silashtur, yig'ishtur, tuzashtur qatorliq mushkil fe'llar shtur, ishtur qatorliq qo'shimchalarning sila, yig', tuza qatorliq fe'llar qo'shilishidan yasalgan fe'llar hisoblanadi. 26-ci qo'shimcha bo'lsa, umsira, misra, umsira qatorliq qo'shimchalar. Bu qo'shimcha bir qism fe'llar qo'shilib fe'l yasaydi. Masalan, qo'rq fe'liga umsira qo'shimchasining qo'shish orqali qo'rqumsira, kul degan fe'lga umsira qo'shimchasini qo'shish orqali kulimsira, yig'la degan fe'lga misra qo'shimchasini qo'shish orqali yig'lamsira degan fe'l yasalgan. 27-ci qo'shimcha bo'lsa, iq, uk qo'shimchasi. Bu qo'shimcha fe'ldan fe'l yasaydi. Masalan, bas degan fe'lga iq qo'shimchasini qo'shish orqali bisiq degan fe'l yasalgan. Ko'n degan fe'lga uk qo'shimchasini qo'shish orqali ko'nuk degan fe'l yasalgan. Fe'llarning sintetik usulida yasalishini ko'rib chiqdik. Endi fe'llarning analitik usulida yasalishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni fe'llarning grammatikalik usulda yasalishini ko'rib chiqamiz. Uyg'ur tilidagi bir qism fe'llar analitik yo'llar bilan yasaladi. Ya'ni analiz qilish usuli bilan, ya'ni tahlil qilish usuli bilan yasaladi. Bunda usulda fe'llar tuvandagi 3 xil usulda yasaladi. Birinchi, ism bilan fe'llarning birikishidan yasaladi. Masalan, bo'y degan ismga sun degan fe'lning qo'shilishi bilan bo'ysun degan fe'l yasalgan.
Çare degan ismga ko'r fe'lini qo'shish orqali chari ko'r, bosh degan ismga qo'sh degan fe'lni qo'shish orqali bosh qo'sh qatorliq fe'llar yasalgan. Bulardan boshqa bosh tart, qo'l qo'y, umid qil, yuz ber, yo'l qo'y, arzu qil qatorliq mushkil fe'llar bo'lsa, ism bilan fe'llarning birikishdan yasalgan fe'llar hisoblanadi. İkinci xil yasalish bo'lsa, sifat bilan fe'llarning birikishidan yasaladi. Masalan, eg'ir degan sifatga al fe'lini qo'shishdan eg'ir al, yo'q degan sifatga bo'l fe'lini qo'shish bilan yo'q bo'l, eg'ir degan sifatga kel fe'lini qo'shish bilan eg'ir kel, yomon degan sifatga bo'l fe'lini qo'shish bilan yomon bo'l qatorliq uch xil fe'llar yasalgan. Üçüncü xil shakli bo'lsa, kelish bilan turlangan ba'zi ismlar bilan fe'llarning birikishini yasaladi. Masalan, yo'l degan ismga qa kelish qo'shimchasi, ya'ni yo'nalish kelish qo'shimchasining qo'shilishidan keyin qo'y fe'lining qo'shilishi bilan yo'lga qo'y degan fe'l yasalgan. Bundan boshqa yo'lga sal, amalga oshir, yerda qo'y, höddisidan chiq qatorliq kelish bilan turlangan ba'zi ismlar bilan fe'llarning birikishidan fe'llar yasalib chiqqan. Bugungi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvanlik savolimizni so'rab o'tamiz. Bog'lovchi fe'llar degan nima? Qancha turga ayriladi? Bu savolning javobini YouTube videomizning ostidagi inkas qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchur yozib avasanglar bo'ladi. Undaqda keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.